Xudo xolasa Parkentda boshlagan ishimizni tugatdik inshaalloh. Akamiz uylarida qildik, uylarida mehmon qilishdi. O'sha mana ulug' yoshli yuzdan o'tgan buvimiz bor ekanlar. Chiroyli qilib duo qilib beradilar, qaytamiz endi. Yaqinroq oling. Duo qilib bering bu. Amin. Amin dedi bilaylar. Xudo bersin tilaylar. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar baland bo'lsin. Qo'shgan qo'shoqlaringlar, qo'shaqaringlar. Ishlaringlarga omad bersin. Davud bolarim, payg'ambar bolalarim hammasi yo'l cho'llarda Xudo asrasin. Xonadonlaringlar, xotinlaringlar jam bo'lib bizlarni yoshlarimizni berib yuzga tushib o'ynab yurishlarini so'raymaslar Xudoyim, Xudoya. O'tirganinglar gulxona, yeganlaringlar moxona, olganlaring pul bo'lsin. Hamisha qo'shganlaringlar bilan qo'shaqar uvalib, chuvalib, baxtli, taqli bo'lib yurtimiz, elimiz, turmushimiz. Siz ham taqvaring endi. Akalar mana shunday ulug' yoshli bu jonimiz uchun chiroyli like bosib qo'yamiz. Keyingi safar yo'nalishimiz qayerga bo'lishini kommentariyada yozinglar. Chiroyli qilib, xudo xolasa borib chiroyli qilib